Müşahede yığılış münasebetiyle işgahız bugünkü vaziyette kırışık ilişki kırışıkız yapılayı başlamışken şimdi Allah şurada katılımını getirdim. İmam Müslim rahimahullah Abdullah ibn Abi Rafi radıyallahu anh'ın bayan kıyman bir hadiste Havariz deb atalgan kişiler Harura degan yagi chiqqan vaqtda Harura degan bizim yarmi qismi shu yerga to'plangan Ali radhiyallohu anhu bilan urush qilish uchun shu yerga chiqib bular nima degan desa inil hukmu illa lillah hukm faqat Allohga mansub degan so'zni qilgan. Bu so'zni qilgandan keyin Ali radhiyallohu anhu o'zining ham mashhur so'zlaridan biri qaysi desa bu so'zni anlagandan keyin kalimatu haqqin urida biha batil. Bu gap o'zi to'g'ri, lekin bu gaplar qilib xato, batil maqsad qilingan gap. Gap to'g'ri bo'lsa, lekin buni maqsad yo'q, xato, batil deb bayon qilingan. Mush vaqtda İmam Beyhaqi rahimahullah, İmam Nesai o'zining Sunan-i Kubra degan kitoblar, İmam Hakim o'zining kitobini bayon qilgan mashhur bir voqelik bor. Mush voqelikni o'zimiz va xalqimizga bir yetkazish juda muhim bo'lib qoldi. Bu voqelikda bu Harurani yig'ilgandan keyin bularning soni haqida kitoblarda eng tuban bo'lganda 6000 en yukarı bağında ilişki mürdek edemti de bayan kıldılar. İbn Abbas radıyallahu anhu Ali radıyallahu anhu'nun talep kılıp sen ulan hücumunu sen küçük dügen, uğraşını sen küçük dügen ben ulanın yerine verip paranışıp bakayım. Ulanın yapmış bakayım, münazırlaşıp bakayım diyen. Diyen ki Ali radıyallahu anhu ben sabır ziyayetsiz uyanıki deb ensireymen ulanıki. Diyen ki İbn Abbas inşallah man ziyayetsiz Allah ıspanayını sakla. Diyen ümitle yapma kılıp İbn Abbas radıyallahu anh kim o dese hemimiz bilmez Turcuman-ı Kur'an deb atalgan. Yani Kur'an-ı Kerim'de Peygamber aleyhisselam'ın hadisi arkalık tefsir kıygan. Kur'an-ı Kerim'deki her anda şuniksiz, şu çağda hatta Arapların düşünemeydiğin sözlerinde umum ma'nolarni bildiğin sahabenin içindeki en köp hadis rivayet kıygan kat sahabelerden biri. İbn Abbas radıyallahu anhu men ulanın yanına lebistu ahsana ma ledeyye min hulil Yemen'dir. Yani Yemen'de keltirildeki şu çağda Arapların kıyme, yaxşı giyimler. Yemen'den keltirilgen en çıraylı yaxşı giyimlerini giyip ulanın yanına vardı. Ulanın yerine. Bazen ulanın hemmisi merhaben bi ibn ammi Resulillah. Biz Peygamberimizden tanısının barısını karışabilmeyiz. Dep ulan beni kütüp aldı, nurgulları aramı elbette tüketti. Lekin benim çıraylı giyimli keygenliğini görüp ulan neymiş bu? Sen Peygamberimizden tanısının barısı kurup hazır şundan çıraylı giyim giyipsen nemi de bundan çıraylı giyim giyip aldın dep muşundak dedi. Demek bulaço şu sahabe çıraylı giyim giysen bunun için koğunduk bul kılanmadan. Nemi için ise bu zahitlik, hakiki dindarlık diye muşunda bulandı. Bunda çıraylı boğaç giyim giyip bu dindarlık bulandı dep düşündü. İbn Abbas radıyallahu anhu Vallahi laqad ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsan. Men Peygamberimizin ki minin muş giyvagan kiyimimden bu ne kadar çıraylı güzel. Şunda boğaç kiyimli keygenliğini men gördüm. Men gördüm. Dep muşdak dedim. Muşdak degendeki keyin İbn Abbas bulanın halini sıfatlar. Vallahi ma ra'aytu qawman ashadda minhum fil ijtihad.
Ben nurgun kişilerni ko'rgan. Lekin bulardek ibadetni shundoq ijtihod qiladigan. Bulardek ibadetning ta'siri butun chiroyiga, kiyimlariga chiqib ketgan bundoq odamlarni men ko'rib boqmoqchiman. Bularning ibadetni kechimdir uxlamay, shunda qattiq ibodat qilganlikdan ko'zlari kirishib ketgan edi, shijon kirib ketgan ko'zlari. Yuzlarida shunda bir xil zohirlikning alomatlari bor. Bekorlikning alomatlari bor. Bularning kiyimlari jip yuvganlikda, bosh kiyim yo'q, yeng kiyim yo'q. Jip yuvib kelgan bo'lgan hech qanday titraydigan narsa qolmay, undan labulab ketgan dipsiz kiyimlar. Bularninki pishaynasida, qo'llarida, tizlarida xuddi tugunning tizida, tugi bir vaqtda ham Erdo'g'an tizi o'tirdi emas, mana shu sababdan bunda esa tizi yarım tutulur. Hadi tutulur tushib, o'tqa-o'tqarib tutganlar bo'ladi. Xuddi shuningdek bularning pishaynalari uchun saydinay uzun qilganlikda, jip namoz o'qiganlikdan pishaynalari uchun shishib ketgan. Sajdaning alomatlari pishaynalari chiqib ketgan. Tizlari uchun shunday alomatlar uchun chiqib ketgan mushundaq odamlar keldi. Bularning ahvolini mushundaq ko'rdim. Ko'rib, men bulardan so'rdim dedi. Sizlarning bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning kiyovi bo'lgan, 4 xalifaning biri bo'lgan Ali radhiyallohu anhu bo'lgan ochig'inglar nima? Yani nima sababdan Ali radhiyallohu anhuga payg'ambarimiz jannat bilan bishorat bergan? Xaybar kunida ati bayroqni jannat kirdigan, Allah'ın Resulü'nü yaxshi ko'rdigan bir odamga berman deb payg'ambarimiz shu kuni Umar radhiyallohu anhuning so'zi bor. Men hech qanday vaqtda boshliq bo'lishni orzu qilib topmagan. Hech qanday vaqtda amir bo'lsam deb topmagan. Lekin shu kuni payg'ambarimiz atiman bayroqni Xaybarni fath qilishning oldida Allah'ın Resulü'nü yaxshi ko'rdigan, Allah'ın Resulü o kishini yaxshi ko'rdigan shunday bir odamga berman degan bo'lg'achqa payg'ambarimiz bayroqni menga berib qolarmi deb shu kuni amir bo'lishni, boshliq bo'lishni orzu qilgandir degan. Şu arzu qilgan Umar radhiyallohu anhu ba'may bayroqni o'tib turgan atsi desa Ali radhiyallohu anhu degan. Demak, bu shunday katta sahobalar biri. Payg'ambarimizning kiyovi eng yoshlardan eng boshqa musulmon bo'lgan, eng kichik holatda musulmon bo'lgan katta sahobalar biri. Bular esa shu sahobaga qarshi chiqqan. Shu sahobalar hukmiga bo'ysunmay urush qilgan. Şu İbn Abbas radıyallahu anhu, Ali radıyallahu anhu'nun nima ishidan qabul qildinglar? Nima deb qarshi chiqdinglar? Degandan keyin biz shu sababdan, ya'ni Ali radıyallahu anhu Ali ishni qildi. Shu sababdan biz buni qarshi chiqdik. Degandan keyin ha qani deb taqinlarimiz. Nima ishi bu ki? Biz eng birinchi o'rab hakkama fi dinillahi ar-rijal. Allah'ın dinida kişilerini hakem kıldı. Yani kişilerin manasını ayırıp koyuşka vasıt kıldı. Allah'ın hükmüyle hüküm kılmak. Diğerden ki, bu birincisi, ikincisi çoğu. Ise ikincisi, vuruş kıldı. Vuruş kılıp olca ammıdı. Ganimet ammıdı. Üçüncüsü çoğu. Üçüncüsü nimo. Ise yüzünün isminden Emir al-Mu'minin diyen süpetini uçurup etti. Bunun bir tamam üç kişi var diyendiğin ki üç eş. Bunun birincisi kaysi dese Allah'ın dininde kişilerini hakem kıldı. Diyen bu nime eş dese bu vakali Muaviye radıyallahu anhu ile uruş boğan vakitte bu Muaviye taraf Kur'an-ı Kerim'ni hükümdar kılmayız da uruş meydanında Kur'an-ı Kerim'ni kütegen. Kütegenden keyin Ali radıyallahu anhu buna aldamçılık kılmatıdı. Bizni kıltak destetmekçi, mandaklımanlarımız Kur'an'ı kütürep durgan adamlarla kanda uruş kılın oldu. Zade Allah'ın kitabı hükümdar buluşu lazım da yani bizden askerler şu aylarda durma. Şunu ona hem mağfilemse der
Ali radıyallahu anh taraftan Ebu Musa el-Eş'ari, Muaviye radıyallahu anh taraftan Amr ibn al-As. Bu iki eylenmiş o. Bu iki grup arasında, Müslümanların iki grup arasındaki urushni, bu jidalni tugutish uchun bulunchi qanday qilgan desa hakam qilgan. Ishni ayirib qo'yishga qozi qilgan bunday aytgan. Mush qozi qilganligini bularcho keyin qarshi chiqqandan keyin qanday qilgan desa, bu haqiqiy Qur'oni Karimni hukmdor qilmoqchi bo'lsa, Allohning hukmini hukm qilmoqchi bo'lsa, nimada bu xatni, bu ikki odamni hakam qilib, ayrımı qilib bu yerda belgilaydi. Buni bundan deb rozi bo'ldi. Deb qarshi chiqqan. Shuna o'rab Ibn Abbas bu gapni Allah, men sizlarga Allohning kitobidan mush Allohning odatdagi bir ishda, hatto 4 dinarga olmaydigan bir to'shqanchilik yo qo'ychilik bir narsada boshqalarni hakam qilganligini sizlarga deb bersam buni nima deysizlar? Allah subhanahu wa ta'ala En'am suresinde yahkumu bihi zawa adlin minkum. Yani qanday bir odam hech chiqqan vaqtda ihramlik holatida hayvonni birini o'ldirib salsa, toshqonni o'ldiribdi yoki qo'yni o'ldiribdi. Bu hayvonning o'qishini tuylab berish uchun shuning egisiga Allah nimdir bu oyatda desa yahkumu bihi zawa adlin minkum. Sizning ishoningizda adolatlik bir odam mush ulab ketgan hali qo'yni yo to'shqonni bahosi manch bo'lib olibdi, ash qo'yni. Shu bahoda pul bersan burdima igisiga deb hukm qilib qo'ysin degan gap. Allah subhanahu va taolo mush oyatda bir odatli bir hayvonning bahosini o'lchashda nima kimni hakam qilyapti desa, insonni hakam qilyapti. Yahkumu bihi zawa adlin minkum. Adaletli bir adam hüküm qilib qo'ysin, ayirib qo'ysin, bahasi manch bo'l, mavya 10 tili bo'lsin yo 100 tili bo'lsin deb ayirib qo'ysin deb hukm qildi. Odatdagi bir ayol munosabatida, ayol o'rtasida ziddiyat o'rtasidagi fa in khiftum shiqaqa baynihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu baynahuma. Agar ayol urushib qolsa, ayol o'rtasida ziddiyat yuz bersa, bu chaqda sizlar erning oilasidan bir odam, ayolning oilasidan bir odam hakam bo'lsin. Bu ikkisini o'rtasida kelishtirib qo'ydigan hukm qiluvchi ayiruvchi bo'lsin. Agar bu ikkilar haqiqiy qalbi saf bo'lsa, shu oilaning oila bo'lishni iroda qilgan kishilardan bo'lsa, Allah bularni bu ikkisininki arasida isloh qilishga muvaffaq qildi. Diğer ayetini okuyan, ayetini okuyandan keyin qanoatlantirganimda biz qanoatlandik. Diğer. İkinci, sıra Ali urush qildi, o'lganmidi, g'animatanmi deganlar. Yani Ali radıyallahu anhu Saffayn degan, yani Ayşe anamiz baş qo'mondan bo'lib chiqqan urushda Ayşe anamiz tarafdan urush qilgan. Lekin buyrug'ning bo'lgan musulmonlarga desa, qat'iy bir odam jarohatlangan bo'lsa urushda, qarshi taraf musulmonda jarohatlangan odamni o'ldirmaysizlar. Ulardan g'animat olmaysizlar. Ularning xotin qizlarini o'ldirmaysizlar deb buyruq qilgan. Bu shunday buyruq qilgandan keyin sen bakadan baka ular bilan urush qilsa, ular musulmon bo'lsa nima deb urush qilsa, kafir bo'lgan bo'lsa urush qilgandan keyin nima deb g'animat olishni, o'ldirishni cheklaysa deb bunun qarshi chiqqan. Qarshi chiqqandan keyin Ibn Abbas bu so'zni anlab, sizning biringlar qaysinglar Ayşe anamizni o'ldirishga rozi bo'ldilar. Yani Ayşe anamizni o'ldirib urushda xuddi o'zlarini o'ldirgandan keyin nima qilmoqchi? Xotin qiladi bu odatda. Yani urushda o'ldirib tushgan ayol agar kafir bo'lgan bo'lsa, shu musulmonlar halol. Ayşe anamizni o'ldirib sizlar ayolini qilgan muomalani qilolmaydilar degandan hammasini estağfirullah, Allah saqlasin, unda qilingan degan. Agar sizlar Ayşe anamizni
sizlar o'ljalib ayolimiz qilgan muomalani qilamiz desanglar kofir bo'lasizlar. Chunki u Oysha bizning onamiz. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Bu peygamberning ayollari müminlerin nimasi onasi. Müminlerin onasi. Bunda bo'lgandan keyin sizlar qanday qilmoqchisizlar degandan hammamiz javob biz qanoatlandik, xatolashib bo'ldi degan. Uchinchisi sizlar ismini Amirul Mu'minin, yani müminlerin emiri degan musibatni sen uchirib yutishga rozi bo'lding. Sen müminlerin emiri olmagandan keyin kafirlerin emirisan. Deb ashundaq degan. Ashundaq degandan keyin İbn Abbas bu sözünü anlap, yani bu vakalik nima desa, Ali radıyallahu anhu, Muaviye radıyallahu anhu'ga xat avatgan. Bu xatda min Amiril Mu'minina Ali bin Abdullah ila Muaviye deb xat avatgan. Yani Amiril Mu'minin Ali'den mahab Muaviye'ga tegido deb xat avatgan. Hatta aytgandan Muaviye radıyallahu anhu agar men Ali'nin Amirul Mu'minin ekanligini bilgan bo'lsam, men buni e'tirof qilsam, men buni tunigan bo'lsam urush qilamdim. Albatta urush qilmaydim. Bo'ysundim. Amirul Mu'mininligini, yani müminlerin emiri ekanligini men e'tirof qilmayman. U o'zining ismi bilan başlasın. O'zi mendan burun musulmon bo'lgan, mendan fazilatli, afzal bo'lg'achqa o'zining ismi bilan min Ali ibn Abi Talib ila Muaviye deb başlasın. Yani Amirul Mu'minin degan sifatni javob qoldirsin. Deb talab qilgan. Talab qilgandan keyin Ali radıyallahu anhu ha maqul deb o'zining Amirul Mu'minin degan bu sifatini o'chirib etib xatga Ali ibn Abi Talibga çok xat avatgan. Bu xavorijlar shuni qarshi chiqqan. Sen bu o'zingning Amirul Mu'minin ekanligiga ishonmamsan. Sen Amirul Mu'minin bo'lmasan, Amirul Kafirin deb cho'mda da'vo qilgan. Da'vo qilgandan keyin İbn Abbas radıyallahu anhu men sizlarga mendan afzal bo'lgan kainotning eng xo'jayini bo'lgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin vakaligini desem bulamadım deysizler. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün kitaplarda bayan kurdu. Sulhul Hudaybiyya'nı kıygan vakitte Mekke müşrikleri olan Mekke'nin Türkiye yakın verip tuzarap kaldı. Şu çapta Süheyl ibn Amr ve Ebi Sufyan Katarlık Mekke'nin katvaşları olan çok sohbet ötkizgen. Sohbet ötkizip gelişince hemimiz muvafık kâge vakitte bu Hazreti Ali radıyallahu anhu yazgan gelişim namını şu çapta nimdet başlayan ise min Muhammed ibn Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep başlayan hâdâ mâ'âhede aleyhi Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu Allah'ın elçisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kıygan ehdisi, kıygan vadisi, kıygan gelişimi diyen vakitte Süheyl ibn Amr bilan Ebu Sufyan Katarlık Mekke'nin katvaşları çok. Nimi gap bu? Senin Allah'ın elçisi ekanligini bilsen biz. Allah'ın peygamberi deb tungan bo'lsa, sen bilan nimda uruştuk biz? Senin Allah'ın peygamberi ekanligini bilmaymiz biz, e'tirof qilmaymiz. Uni ishonmaymiz. Unda bo'lgandan keyin sen bu Rasulullah degan sifatni o'chirsan, Muhammed ibn Abdullah deb o'zingning dadasini bilan, o'zingning va dadangning ismini bilan yozsan, ashunda qiysanma kelishimni qilamiz, bo'lmasa kelishimni jo'q qilmaymiz degan. Qilmaymiz degandan keyin Peygamberimiz Ali radıyallahu anhu'ga Rasulullah degan so'zni uch ay o'tgan. Yani Peygamberimizning Rasulullah degan so'zni ismidan o'chirib etganligi, o'zining payg'ambarligini inkor qilganlikmi? Degandan keyin hammasi qo'rqib va yo degandan keyin xuddi Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning o'zining Rasulullah degan sifatini o'chirib etganlik, payg'ambarlikni inkor qilganlik bo'lmaganda Ali radıyallahu anhu'ninki o'zining Amirul Mu'minin degan bu sifatini o'chirib etganlik jo'q
özünün emiril mu'minin, yani müminlerin emiri ikenligini inkar kıyganlık emez. Degenden keyin bular hüccet paketi şu hemmisi mat boğaz. Mat boğan bolsunmu, muşu İmam Nesai özünün kitabını bayan kılgan hadiste ulardan 2000'cik adam Ali radıyallahu anh, İbn Abbas bilen muş murazirden keyin şu qaytib keldi. Lekin hep qalgan şu, yani tömürdekten hep qalgan. Yani hüccette paketni mağlup bolsunmu, lekin bularning iddiasidagi hali burun kirib olgan xato iddia şu chiqmagan. Qaytmagan. Demek bu şundan başlap bu İslam cemiyetinde Müslümanlar içinde tarihten bu yan muşunda yüzüne hemmetin yaxşı Müslüman dep qaraydıgan, hemmetin takvadar dep qaraydıgan, başka bütün Müslümanların bir xil yaratmaydıgan, Müslümanların umumyüzlük yaman gördügan bir taife İslam ümmetini bulap geldi. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nurman hadislerde bulardan agahlandırgan bir Müslümanı Peygamberimiz men qadafa mu'minen bi kufrin fehuve keqatlih. Qandak bir adam bir müminni kafir deb töhmet qilsa, kafir dese bu kafir deganlikning o'zi uni o'ldirgan bilan barobar. Uni o'ldirgan bilan barobar deb buning naqadar cho'ng jinoyat ekanligini bayon qilgan. Yana bir hadisda kimki o'zining qarindisiga ya kafir desa faqat ba'a bihi ahaduhuma. O'zining mu'min qarindisiga kafir sen desa, agar deyilgan adam haqiqiy amaliyotda kafir bo'lmasa, bu so'z shu igisiga qaytarur. İgisiga qaytarur degan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in qandak adamni musulmon deymiz, qandak adamni mu'min deymiz degan bu savolning qartachu buning javobini nihoyatda aniq belgilagan. Bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç xil ish bilan musulmonni belgilagan. Birincisi, men salla salatana واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفرن الله في ذمته. Qandak bir adam biz o'qiyotganmish 5 vaqt namozni o'qisa, biz yuzlanayotgan qibliga yuzlansa, yani Kabe'ye yüzlense, biz öldürgen koyunu şeklenme yiyse, bu Müslüman diyen şu, Allah'ın Resulü bunu kondaş kuvveti kıygan, Müslüman aki adam. Yani namaz okuyduğun, kıbleye karaydıgan, Müslüman öldürgen koyunu, kanını çoğu şeklenme yeydigan adam, bu Müslüman. Sıra Allah korkdayman diyen Allah'ın korkuşu aslındaki adamı çoğu tecavüz kılmanlar diyor. Şunun için biz bu dinimizni muşu meyli küfür olsun, iman olsun, bir narsanın halallığı, haramlığı olsun, hemisi bu şer'i hükümler. Bunun nurgun şartları, nurgun sübetleri, Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz özünün sünnetiyle bayan kıygan enip meseleler var. Bunu alımla çıkırdığın neyse. Hatta grupmuddaki muayyen bir şahsı kafirdi işte. Nâki eğer mesele. Belki eğer mesele. Çünkü bunun ne kirip çıkıyor ise bir adamını kafir deyişmeden o er-ayal olsa er-ayal acırış lazım. Müslümanın miras alması lazım. Müslümanlar kabristanlıkta ülkesine koyulması lazım. Uruş meydanlarında olup kalsa öldürülüş lazım. Yani bunun kınının, merenin ki halallığı hem inase bir adamın kafir diyen hükümünü bir işten keyin çok gelip çıkargan neticeler. Şunun için
bugünkü tariximizga, yakın tariximizni qaraydigan bo'lsak, mush urush bo'layotgan rayonda, mayli Suriyada bo'lsin, asli burungi mujohidlar, shu zolimni qarshi turganlar zolimni yengiydigan yerga yaqin kelgan. Zolimni yo'qotadigan yerga yaqin kelgan. Shu yaqin kelgan vaqtda din düşmanları bunun chidamadi. Dunyodagi cho'ng katta zolimlar bunun chidamadi. Chidamay keyin cho'g desa, shu zolim bilan kofirligi enib bo'lgan kofir bilan urush qilayotganlarni kofir deydigan, uning bilan urushadigan, uning qon to'kishni halol deydigan guruhlarni chiqadi yoki uning chiqishiga fursat beradi. Şu sebepten keyin ahirisi nima oldu desa, shundoq kuchlangan musulmonlarning sipi ojizlar oxirisida bugungi kunda kichkina biyaga jo'q qamildigan holat shakllanadi. Buning hammasidan kelib chiqdi desa, bir musulmonni kofir deb hukm qilib turib, bundan keyin ondan qelini, melini, uning bilan urush qilishni, qon to'kishni halollaşdan ibaret muş hükümlerin neticesinde şundak kattı bir cihat mağlubiyet kusurdu. Bizden halkımız mı bu sebepten nurgun kanlarını verdik, nurgun ziyanlarını tarttık. Şunun için yani bunda azgın İslam tarihi karab baksanlar, tarihini okusanlar, bularning qo'li bilan bir shahar fatih qilingan ish yo'q. Bularning qo'li bilan bir musulmon bo'lmagan yerga islom dini tarqal ish yo'q. Bular ta Osmon radhiyallohu anhu o'ltirgan, Ali radhiyallohu anhu bilan urush qilgan. Undan keyin Umayyiylar bo'lsin, Abbasiylar bo'lsin, keyingi vaqtda Osmonlar bo'lsin, har zaman chiqib turgan shu xalifalarga qarshi ma'lum qalaymuqanchilikni terib, ishga bir kirsa so'rab, tarixdan bu yer mushundaq kelgan, lekin musulmonlar qartacho bütün fatih qilingan ziminlar, islom zemini qo'shalgan ziminlar shu Abbasiylarning davrida, shuna qarshi chiqqan Ali Osmon radhiyallohu anhuning zamonlarida, keyingi vaqtda Osmonlar xalifat zamonida nurg'un yangi ziminlar islom zemini qo'shalgan. Yangi rayonlarga islom yetib borgan. Lekin bu aşkın hech kishini yaratmaydigan, hamma odamning musulmonligi shakllanadigan jannatga biz kirimiz boshqalar kirolmaydi. Jannatning ochqishi bizning qo'limizda deydigan bu iddiyodagi kishilar bilan jo'q desa, bir shahar fatih qilingan emas. Yangi bir zamin islom zamini qo'shilgan emas. Lekin bular tarixdan buyon islom rayonda, İslam devletinde şu devletteki hakimiyet, şu devletteki ehlilim, şu devletteki her kaysi zaman, her kaysi makanda çoğu muqim bir hakimiyetki karşı çıkıdığan, şu hakimiyetini aslıdan çoğu veyran kılışına uğrunduğan muşundak bir küçük bulak çok geldi. Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bundak fikirlerden bu iddianın çoğu katlık agahlandırılan. Şu Peygamberimiz "Len yuşadde dine ahadun illa galebe." Her kandak bir adam men dinnin ait çün tutmağına dep çün yerge esildiken bu adam mağlup bulunur. Bu adam ezip gidilir. Bu adam çok ezip gidilir. Yani bir hadiste Peygamberimiz muşundak adamını süpetlep bu el-mutenattu' fid-din. Yani ben dehçin yol tutmağına diyen adam la gahran abqa. Bu nimga o'xshaydi desa, bir yangi safar qilib, tug'imir mangan adam tug'isini baq qo'llab qolsa, nima urdi oxirisida desa, yo'lni yerimi barabarmay, tug'i kadin chiqib, shiqilib, o'zining mingan tug'isini saq qo'ymaydi, maqsad qilgan yegim uchun borolmaydi, yo'lning yerini qiladi. Mushundaq odam uchun o'xshab qoldi. Shuning uchun biz umumiy xalqimizdan bu mushundaq oshqur iddialarning ziynini jiqtatdik. Mush iddia bunu diken işimizde vatanımızı qarta,
vatanni ozodligi uchun bir jihad boshlandikan, bizga pichoq qurol eng boshda Oyshadan keldi. Mushi iddiyaga adamdan keldi. Ma dushmanlarni yo'qotib, ular aruna urushimiz deydigan odamlar mushi. Ya eyyuhallazina amanu qatilul-lazina yalunakum minal kuffar degan oyatni dalil qurdi. Bunu bizga yaqin kafirlar var. Ma kafirlar yani bir saftik boshqa aytlar. Bizga eng yaqin adam, yaqin kafirlar bular. Ma yaqin kafirlar urushish, haqiqiy kafirlar kommunist bilan urushdi. Ma yaqin kafirlar urush afzal deydigan bo'ldi. Ta'til iddisi var bu adamın. Mush ta'til iddi bilan desa, xanjarni eng başda bizning sabtiki mujohid qarindishiga tiqilganlar mush iddiyaga qanoatini qilgan odamlar. Mush fikri bilan ta'sirini qilgan odamlar. Shuning uchun dinimizni Allohning kitobidan, payg'ambarimizning sunnatidan ugunayli, nayt bu sunnat kitob cho'ng narsa. Buningda tahdid qilingan oyat hadislar var ve shundaqla müminlarga yaxshi va'dalar, bishoratlar berilgan oyat hadislar var. İslamda ikki xil guruh bozgan. Birisi xavarij, bu nimaga asilgan desa, oyat hadisga kelgan tahdid oyatlarga asilgan. Tahdid hadislarga asilgan. Ma va'd Allohningki va'dalariga bishoratlarini çok bu to'g'riliq oyatlarga salqirgan. Bular bir azgın bolsa, ikincisi murciye deb atıldıqanlar, tahdid oyatlarga umumizda qo'yib, Allohning chiroyli va'da qilgan, xush bishorat bergan oyatlarga ham esilib, hadisga ham esilib payg'ambarimizdan bular bu yerda azg'an. O'ttiruq yo'l qaysi desa, ahli sunna va jamoaning yo'li tahdid oyatlarini Allohning oyati deb to'laydigan, tahdid hadislarini Allohning hadisi deb to'laydigan, payg'ambarimizning bishorat bergan oyat hadislarini bishorat deb to'laydigan, bu ikkisini çok jo'qlab tushundigan. Oyat bilan hadisni bis-bisiga so'qashtirmaydigan, hadis bilan hadisni bis-bisiga so'qashtirmay, jo'qlab tushundigan yo'l kimdan yo'l desa, ahli sunna va jamoaning yo'li shu. Shuning uchun bu yo'lga hammamiz chin esirib mayli. Alloh subhanahu va taolo ilmimizni, dinimizga bo'lgan tushunchamizni tahqiq mustahkam saqlab qilsin. Bunda azg'un iddia fikrlarning keyindan ezib ketishdan Allah hepimizin öz ferahini saklasın. Subhanakallahumma ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illallah. Nestağfiruke ve netubu ileyk. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insana lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr.